Farzandingizda mana shunday telefon sindromi bo'layotgan bo'lsa yoki farzandingiz telefoniga yopishib qolgan bo'lsa, uni aslo mana bunday qo'rqitmang. Telefonni tasha. Agar uxlamasang Telefondan to'g'ri hozir foydalanishni kattalar uchun ham, kichiklar uchun ham o'z qoidalari bor. Bolalaringizni telefondan to'g'ri foydalanishni o'rgatish uchun, uni telefondan o'z vaqtida foydalanish va kun davomida uni faqat telefon bilan ovora bo'lmasligi uchun sizga eng zo'r sirlarni o'rgataman. Men farzandimni qanday qilib o'rgatdim? Avvalo, farzandingiz uchun kun davomida telefonga albatta vaqt ajrating. Telefondan butunlay uzib qo'yish ham mumkin emas, chunki biz hozir internet, telefon, Wi-Fi rivojlangan zamonda yashayapmiz. Ular albatta kelajakda baribir telefondan foydalanadilar. Yoshliklardan telefondan to'g'ri foydalanishni o'rgatsangiz, kelajakda telefon bilan muammolar bo'lmaydi. Eng birinchi o'rinda kun davomida telefon vaqtini belgilab oling. Telefon vaqti 1 soat, 1,5 soat, 2 soat bo'lishi mumkin va kun davomida uni bo'lib chiqing va bolangizga bu haqda ayting. Yarim soat hozir o'ynaymiz, undan keyin birga rasm chizamiz yoki undan keyin darsingni qilasan, undan keyin nimadir qilamiz. Yarim soat bu paytda o'ynaysan, yarim soat kechki payt o'ynaysan yoki bittada 1 soat o'ynaysan, keyin boshqa o'yinlaring bilan, darslaring bilan, ishlaring bilan mashg'ul bo'lasan. Mana shunday qilib u bilan kelishib oling va vaqti tugashidan 15 minut 15 minut qolgandan keyin unga tushuntirishni boshlang, ya'ni aytishni boshlang. Vaqting ozgina qoldi, 15 minut qoldi. 15 minut o'ynaganingdan keyin birga ishlarni qilamiz yoki birga dars qilamiz yoki birga shug'ullanamiz. 5 minut, 10 minut qolganda uni ogohlantirishni boshlang. 3 marta aytganingizdan keyin farzandni telefonni sizga topshirishi oson bo'ladi. Aslo baqirish, chaqir va qo'rqitishlar kerak emas. Mana shunday qilib etapma-etap bolangizni o'rgatib boring. Har kuni 10 daqiqa va farzandingiz rivojlangan va dono farzandga aylanishni boshlaydi. U bilan birga mana bunday mashg'ulotlar bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz. Telefon bilan muammosi bor onalarga yuborib qo'ying.